Diabet kasalligini sport orqali tushirishga ishonasizmi? Keling, buni shaxsiy tajriba asosida sizga isbotlab beraman. Videoni oxirigacha ko'ring va buni guvohi bo'lasiz. Assalomu alaykum. Sport fiziologiyasi bo'yicha mutaxassisman. Shu sohada 10 yillik tajribaga egaman va bu bo'yicha nomzodlik dissertatsiyalarni yoqlaganman. Keling, tajriba sinov sifatida sizlarga mashqlar yordamida glyukozani, ya'ni sahar tushishini ko'rsatib beraman. Qon tarkibidagi glyukozani o'lchovchi maxsus apparat chiqqan, glyukometr apparati. Ushbu apparat qorin sohasiga taqiladi va mobil qurilmangizga informatsiyani har soniyada uzatib turadi. Ya'ni ovqatdan oldin va ovqatdan keyin sahar ko'tarilgan va tushganini nazorat qilib turish imkoni mavjud. Hozir soat 12:18, qonimdagi sahar miqdori 5.2. Hozir shirinlik ichib turib, saharni ko'tarib, keyin mashg'ulotda tushish protsessini ko'ramiz. Qonin tarkibidagi shakar miqdorini sun'iy ravishda ko'tarish uchun hozir napitkadan foydalanamiz. Va saharim reski ko'tarilgandan keyin uni tushishini, ya'ni mashg'ulot bilan tushishini birgalikda nazorat qilamiz. Saharim 8.4 ga chiqib, ana hozir 7.1 ga qarab tushyapti. Hurmatli bemorlar, qandli diabetga chalingan bo'lsangiz va jismoniy mashqlar yordamida saharingizni tushirmoqchi bo'lsangiz, quyidagi mashqlar ketma-ketligi rioya qilishingizni tavsiya etaman. Va hozir siz bilan birgalikda onlayn, ya'ni real time rejimida sahar tushishini ko'rsatib beraman. Hurmatli kuzatuvchilar, mashg'ulotimizni aerob, ya'ni kislorod imkoniyatiga ega bo'lgan mashqlardan boshlashni tavsiya etaman. Badanni qizitish uchun, bizda qon aylanishini yengillashtirish uchun va hujayralarni, to'qimalarni, hujayra va to'qimalarni kislorodga boyitish uchun aerob kislorod imkoniyatiga ega mashqlardan boshlashimizni tavsiya etaman. Va shuni yodda tutingki, mutaxassis nazoratisiz shug'ullansangiz, sразу intensiv mashqlardan boshlasangiz, yurak usti gormonlari, adrenalin gormonlari ajralib yoki kortizol gormoni ajralib, insulin gormoniga bevosita ta'sir etib, saharingizni ko'tarib yuborish mumkin. Shuning uchun bizga o'xshagan mutaxassislar bilan sport fiziologiyasi hamda bu gormonlarni ishlash jarayoni mutaxassisi va jismoniy tarbiya nazariy uslubiyat fanlarini chuqur biladigan mutaxassislar bilan ishlashni tavsiya etamiz. Sababi правильное движение лечит, неправильно калечит deyiladi. Ya'ni to'g'ri harakat bu davolaydi, ya'ni mutaxassis nazorati ostidagi to'g'ri harakat, noto'g'ri harakat esa shikastlaydi. Ya'ni siz intensiv mashqlardan boshlash orqali saharingizni ko'tarib olishingiz mumkin. Shuning uchun hamma narsa asta-sekinlik bilan yengil mashqda, aerob mashqda, anaerob mashqqa o'tilishi lozim bo'ladi. Приложение nazorat qilyapman. Saharim 6.9 ga tushdi, puls 100 da. Keyingi mashq priседание mashqi 33 marta qilinadi. 3 ta podxod, 3 ta davra qilinadi. Soniya chegali yozda, ya'ni rastchashkasi qilinadi. Hajm bilan ishlamoqdaman. Sog'lom organizm tana vaznini 25% oyoq mushaklari ko'tara olish kerak. Aytaylik, tana vazni hozir 70 kg. Qilayotgan mashqim 16 kg tosh ko'taryapman. 70 kgning 25% bu taxminan 16-17 kg, ya'ni shu 25% bilan ishlayapman hozir. Lotni 1:30 da boshladik. Hozir mana soat 2:53 bo'ldi, ya'ni 1 soat 20 minutda glyukozamiz 8.4 dan 5.4 ga tushdi. Nima degani? Bugun tajribamizdan shuni kuzatdikki, jismoniy mashqlar, to'g'ri jismoniy mashqlar, mutaxassis nazorati ostida berilgan mashqlar glyukoza miqdorini pastga tushiradi. Ya'ni to'g'ri mashq qilsangiz, aynan shifokor nazorati ostida, yo bo'lmasa mutaxassis sport fiziologi yo bo'lmasa kinezioterapevt nazorati ostida qilsangiz, saharingiz yetarli darajada pastga tushish imkoniga ega bo'lasiz. Hurmatli obunachilar, agar sizga shunday tajriba sinov asosida olingan videolar yoqsa, kommentarlarda yozib qoldiring va bizlar e'tiboringizga yana shunday ko'plab videolarni havola etamiz. Salomat bo'ling, obuna bo'lishni unutmang.